Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, aziz dindoshlar, yurtdoshlar, siz azizlar bilan bugun o'ta bir muhim mavzu haqida suhbat qilmoqchimiz. Bu mavzu bugun jamiyatimiz uchun zarur azizlar. Bu mavzu yetimlar haqida gaplashamiz. Ha azizlar, qaysi jamiyatda yashar ekanmiz, afsuski yetim bo'ladi. Qaysi jamiyatda yashar ekan, ota-onadan erta judo bo'lishlik bo'ladi. Ammo bu narsani bir necha asrlar muqaddam o'zi dinimiz o'rgatib ketdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning hadislari bor. Imom Buxoriyda keladi. Aytadilarki, yetimni qaromog'iga olgan odam men bilan jannatda mana bundaymiz dedilarda, ko'rsatkich va o'rta barmoqlariga ishora qilib orasini sal ochib qo'ydilar. Ya'ni jannatda men bilan mana shunday turadi deb ikki barmog'ini bir-biriga yaqinlashtirdilar. Yetimni qaramog'iga olish degani uni tarbiyalash, yedirib ichirish, kiydirish va agar mol mulki bo'lsa, uni ko'paytirishdir. Bordiyu mol mulki bo'lmasa, unga Alloh taoloning roziligini istab infoq, ihson qilinadi azizlar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam yana aytadilar: kimda kim musulmonlar orasidagi yetimni o'z taomi va ichimligiga, ya'ni qaramog'iga olsa, mabodo kechirilmaydigan gunoh qilmas ekan, ya'ni shirk yoki kufr keltirmagan bo'lsa, Alloh uni jannatga albatta kiritadi dedilar. Termiziy rivoyat. Qarang, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadisda Rasulimiz alayhisalom aytadilar: men jannat eshigini birinchi bo'lib ochuvchi shaxsman, faqat bir ayol mendan ildamroq ekanini ko'raman. Undan sen kimsan deb so'rayman. U men yetimlarimga qarab o'tirgan ayolman deydi. Abu Ya'lo rivoyat. Ha, yetimga qaragan jannatga birinchi kirishga haqliman deydigan ekan. Shuning uchun ham azizlar, yetimga mehribon bo'lish kerak. Murg'ak qalblar azizlar. Ularga yaxshilik qilish kerak. Ularni ko'ynini olish kerak. Bir kuni bir kishi payg'ambarimiz alayhisalomning oldilariga kelib, o'zini qalbini qattiqligidan shikoyat qildi. Bir xilga odamlar bor-ku azizlar, juda qalbi qattiq bo'ladi. Bir xilgilar aytadiki, meni ko'zimdan yosh chiqmaydi deydi. Hech yig'lamayman deydi. Bir xilgisi juda ham qalbi qattiq bo'ladi. Shunaqa odam bo'lar ekanda, o'shanday odam kelib payg'ambarimiz alayhisalomga shikoyat qildi-da, shunda payg'ambarimiz alayhisalom unga qarab, yetimni boshini sila dedilar. Miskinga taom ber dedilar. Ahmad rivoyati, sahih hadis. Qalbi qattiq odam borib ne yetimni boshini silasa, miskinlarga taom bersa qalbi yumshar ekan. Ammo yetimni haqqiga xiyonat qilib qo'ysa-chi azizlar, bundan ehtiyot bo'lish kerak. Bu juda katta gunoh. Alloh Qur'onda aytadi: "Sa'izu billah. Innallazina ya'kuluna amvalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara va sayaslawna sa'ira." Sadaqallohul azim. Alloh aytayapti: albatta yetimlarni molini zulm bilan yeydiganlar qorinlariga faqat olovni solgan bo'ladilar va ular do'zaxga kiritiladi dedilar. Yetimni molini yeganda u qorniga olov cho'g' solgan bo'ladi, cho'g', o't solyapti va uni boradigan joyi do'zax bo'ladi azizlar. Boshqa oyatda aytadi Alloh taolo: "Va la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda." Yetimni moliga faqat yaxshilik yo'lidan tashqari yaqinlashmang. Unga teginchilik qilmang, ya'ni haqqini yemang, to u balog'atga yetguncha. Mabodo o'tib ketdi bir ota-ona uni bolasini mablag'lari bilan qolsa, uni bir qaramog'iga olgan amaki boshqalari yeb qo'ymasin deyapti. Ba'zan shunaqa bo'lyapti-da, kichkina sag'irlar qolsa, kattalarga qolyapti-da, keyin go'yoki ularga qaragan bo'lib, unda ota-onasidan qolgan mol mulkini o'ziniki qilib o'zlashtirib olyapti. Mana shular ichiga olovni solyapti-da. Shuning uchun yetimni haqqini yeyishlikdan ehtiyot bo'lishlik, ularga zulm qilishlikdan ehtiyot bo'lishlik kerak. Yaxshisi ularga mehribonchilik qilaylik. Biz o'zimiz bilmagan holda shu ishni qilib qo'yamiz. Ko'pchilik aytish mumkin: "Ha, men yetimni haqqini yemayman." Birodarlar, bir qaraylik atrofimizga. Mahallamizda o'lim bo'ldi. Bir inson olamdan o'tdi. Taqdir ekan. Janozaga kirdik, ta'ziya bildirdik. Qarasak yetim bolalari bor.
undan qolgan moli dunyo hali yetimlar haqqi taqsim bo'lmagan, ularga e'tibor bo'lmagan. Endi ozgina kun o'tib, bir kun, 2 kun, 3 kun o'tgandan keyin o'sha uyga dasturxon solib sizni chaqirsa kiryapsiz. Yetimda haqqini yeb chiqyapsiz. Hech kim so'rayaptimi? Kim so'rayapti? Ey birodarlar, bu kim pulidan qilyapsiz? Bu yetimda haqqi ekan. Yo'q bunaqa narsa azizlar. Undan ko'ra o'sha o'lim bo'lgan xonadonga yordam bersakchi. Men bir janozaga borgan edim. Janozaga borib janozasini o'qidim. Men unda imom edim. Bir xonadonga taklif qilishdi, borib janozasini o'qidim. Bir ota olamdan o'tibdi, yosh yigit ekan. Ey afsus, go'daklari qopdi-da dedim. 4-5 ta bola qolgan. Hali kattasi ham balog'atga yetmagan. Oradan bir qancha kun o'tib yana o'sha xonadonga janozaga bordim. Endi bu safar bu bolalarning onasi o'tibdi. Go'daklar. Bu ne ko'rgilikki, go'dak bolalar yetim qolibdi dedim. Ko'zimga yosh keldi. Janozasini o'qidim. O'sha mahallada hammasiga aytdim, mau'iza qildim. Ey mahalla ahllari, bularning yaqinlari bormi, qarindoshlari bormi? Qarangki, hech kim yo'q. Men keyin juda qattiq mau'iza qildim. Endi qarang. O'sha mahalladan kattalari meni oldimga kelib, siz tunov kuni bizni mahallamizga keldingiz, yetim bolalarni ota onasini janozasida turib juda qattiq gapirdingiz, ta'sirlandik. Domla, biz shunday ta'sirlandikki, mahallada hammamiz pul to'plab, birimiz qo'y oldik, birimiz guruch oldik, birimiz u oldik, birimiz bu oldik. O'sha yetimni ota onasining ehsonini uyga kirib o'tkazib berdik. Qarab turibmanda, subhanalloh, astag'firulloh. Sizlar umuman mana gapimni tushunmabsizlar-ku. Shariatning gapini tushunmabsizlar. To'g'ri, yetimni molini yemabsizlar. Lekin yetimni uyini choyxona, oshxona o'rnida foydalanibsizlar-da. Pul to'plab, mablag'lar o'zingiz sarflab, ularni uyga kirib osh yeb chiqibsiz. Ey azizlar, yemang buni, bering edi. O'sha olgan qo'yingizni o'sha yetim bolalarga bering edi. O'sha oshni ularga qilib bering edi. Yetimi bo'lgan, otasidan ayrilgan, onasidan ayrilgan xonadonga kirib 3 qilasan, 20 qilasan, 40 qilasan, yana bundoq qilasan. Dunyoni sarf xarajatini qildirgandan ko'ra mahalla to'planib bu bolalar yetim bo'lib qoldi, sag'irlari qoldi, yoki bo'lmasa bir beva ayol qoldi. Mana shu bolalarni katta qilish jamiyatni, bizni mahallani burchi. Bularni endi maktabi nima bo'lyapti, o'qishi nima bo'lyapti, tarbiyasi nima bo'lyapti deyishlik bizni vazifamiz-ku azizlar. To'xtataylik bunaqa narsalarni. Bunday bid'at va xurofatlarning eng yomoni dinni nomidan qilish. Din, islom yetim haqqini yeyishlikka hech qachon buyurmagan, buyurmaydi ham. Kim yesa harom yebdi. Yemasin. Yetimni boshini siling, qalbingiz yumshasin azizlar. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi qaror qabul qildik. Men bu qarorga imzo qo'yib butun masjidlarda imomlarga yetkazdim. O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimi janoza uchun haq olmaydi. Butun musulmonlarga iltimos qilaman, janoza uchun haq bermang, na masjidga, na imomga. Uni haqqini Alloh berib qo'ygan. Janozasini o'qish bizning vazifamiz. Ahli ilmning imomning vazifasi janozani o'qish. Bermang. Agar kim pul so'rasa, o'rtakashlik qilsa, u xiyonat qilibdi. Lekin hech qaysi domla janozaga pul so'ramaydi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom kim janozada ishtirok etsa, unga 1 qirot savob beriladi deganlar. 1 qirot nima degani deyodilar? Uhud tog'i dedilar. Janoza o'qib qo'ygani uchun Alloh haqqini beryapti bitta Uhud tog'achalik savobni. Uhud tog'i tamom haqqini oldi u odam. Siz u savobni arzimagan pulga almashtirmang. O'sha bir odam olamdan o'tsa, uni kafanlash, uni yuvish, uni janozasini o'qish, uni dafn qilish u bizning vazifamiz. Mayli kimdir ehson qilsin, qodir bo'lsa-da. O'tib ketgan ota-onam uchun deb farzandlar o'ziga tinch, boy, badavlat bo'lsa, kambag'al, yetim, yesirlarga ehson qilib bersin. Lekin o'zi muhtoj bo'lib tursa, o'zi boshiga musibat tushib tursa, azizlar, qanday qilib bunga kirib ovqatini yeymiz? Qanday o'tadi o'sha ovqat? To'xtatish kerak bunaqa narsalarni. Qachongacha davom etadi? Yetimni molini yegan ichiga olov sopdi deyapti oyatda. Men o'ylaymanki, buni eshitgan odam yetimni haqqini yeyishdan qo'rqish kerak. Yetim parvar bo'laylik azizlar. Musibat xonalarga yordam beraylik.
Bizda odat bor, to'y bo'lsa to'yona berib, o'lim bo'lsa yeb chiqadi. Aslida to'yga borganda u to'qligi uchun, bemalol uchun qilyapti. Tayyorlanib qilyapti, lekin o'lim so'ramasdan keladi. O'lim qachon kelishini bilmaydi. To'yga borsa yeb kelsin, o'limga borsa berib kelsin. Mana bu musulmonning shiori. Musibat yetgan odamni musibatiga sherik bo'ling, ta'ziya izhor qiling, duo qiling. Uni haqqini yemang. Lekin to'g'ri tushuning, men ihson qilish, Alloh uchun dasturxon yozishga qarshi emasman. Dinimiz, mazhabimiz bunga qarshi emas. Buni gapirayotganim bu narsalarni majburlikka olib qo'yapti hozir. Majbursan deyapti. Yo'q, majburlik yo'q azizlar. Ihson, sadaqa faqat ixtiyoriy imkoniyatdan kelib chiqiladigan sadaqa. Qodir bo'lsa, boy bo'lsa, yetim yesir, beva bechora, kambag'allarni chaqirib dasturxon solib ihson qilsin. Ammo u ham yetimda haqqidan bo'lmasin. Lekin o'zi kambag'al bo'lsa, o'zi otasidan ayrilib turgan bo'lsa, o'zi onasidan ayrilib turgan bo'lsa, o'zi musibatda turgan bo'lsa, bechora qarz havola olib ihson qilishlik qayerda yozibdi? Shu ham ihsonmi? Qo'ying bu narsani azizlar. Undan ko'ra musibat bo'lib turgan odamlarga muruvvat qilaylik. Kim boy bo'lsa, badavlat bo'lsa, otam uchun, onam uchun men ihson qilaman desa, Alloh ihsonini qabul qilsin. Agar sag'ira bolalari, sag'ira ukalari bo'lsa, ularni molidan emas, o'zini molidan qilsin. Shunda ham maxsus bir kunni belgilamasdan qachon imkoni bo'lganda ihson qilsin, ammo shu ihsoniga haqdorlarni chaqirsin. Haqdorlar kim edi? Kambag'al, beva bechoralar edi. Ana o'shalarga oshini bersin, ovqatini bersin, duosini olsin. Ana o'sha duolar mustajab. Alloh hammamizni qalbimizni yumshatsin, yetim parvar qilsin azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz bu oxir zamon ummatlari Rasululloh alayhisolatu vasallamdan bir necha asrlar keyin dunyoga kelib, u zotning ummatligini da'vo qilar ekanmiz. Tabiiyki Allohning roziligini izlaymiz. Bugungi oyatlarda esa mana shunday Alloh maqtagan, Alloh suygan bandalarni xos sifatlarini eslaymiz. Alloh aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Alloh aytibdi: Rahmonni suyuklik bandalari, yerda kamtarona yuradigan, johil kimsalar bema'ni so'z qotganda salomatlik bo'lsin deb javob qiladigan kishilardir. Mana Sura-i Furqonda 63-oyat. Kamtarlik azizlar mu'minga xos. Kibr havo aslo mu'minga xos emas. Lekin kamtarlik bu tavozilik azizlar. Mu'min banda kamtar bo'lish kerak. Biz kimmizki kibr qilsak? Biz kimmizki azizlar o'zimizni katta tutsak? Yer ustida yurib, osmon ostida yurgan narsa borki, bir kuni Allohning huzuriga ketishi bor. Bir kuni o'lim yetishi bor. Bizdagi bu kibr havolar hammasi bizning zararimiz. Mu'min banda yer yuzida kamtar bo'lishlik kerak. Kamtarlik nima degani azizlar? Bu degani Alloh taoloni bergan ne'matiga shukr qilib, boricha hayot kechiradi. Aytaylik, kimdir kamtarlikni o'zida xos bo'lmagan sifat, masalan aytaylik, boy odam, badavlat odam atilatdan o'zini hokisor qilib ham ko'rsatib bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bir sahobani ko'rdilarki, o'zi badavlat, o'ziga yaxshi, juda ham xarob kiyinib olgan. Rasululloh alayhisolam senga nima bo'ldi deydilar? Kamtarlikdan. Rasululloh alayhisolam aytdilarki, Alloh bandasiga bergan ne'matini bandasida asarini ko'rishdan xursand bo'ladi. Kamtarlik kiyimga bog'liq emas. Men buni aytayotganim, kamtarlik haqida gapirsa, tagidagi izohlarida bu domlani
ba'zi bir kiygan narsalarini, taqqan narsalarini bahosini yozishyapti odamlar. Mana bunaqa-yu, bunaqa deb. Gap unda emas azizlar. Kamtarlik bu mana shu yer yuzida yurganda o'ziga munosib yurishlik. Hech kimga kibr qilmaslik, manmansiramaslik, hammani bir xilda ko'rishlik, hamma bilan bir xil muomala qilishlik. Mana bu narsa kamtarlik bo'ladi.